Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xalq so'z gazetasining 22-oktyabr sonini sharhlashga kirishamiz. Gazetamizning birinchi sahifasida o'ta muhim masalaga e'tibor qaratilgan. Raqamli taraqqiyot sari dadil qadam sarlavhasi ostida prezidentimizning 21-oktyabr kuni poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan it parkka tashrif buyurib, o'sha yerdagi loyihaning ikkinchi bosqichiga tamal toshi qo'yish marosimida ishtirok etgani bayon etilgan. Bugungi kunda mamlakatimiz rahbarining tashabbuslari bilan sun'iy intellekt O'zbekistonda eng muhim masala darajasiga ko'tarilmoqda. Kelajakda O'zbekistonning internet salohiyati, mana shu sohada eksport salohiyati $1 milliard dan oshishi kutilmoqda. Dunyoda esa sun'iy intellektning salohiyati 20 trillion dollarga borishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt infratuzilmasiga $100 million sarmoya kiritgan tadbirkorlarga, investorlarga elektr energiyasi narxi 5 sent deb belgilanyapti. Bu juda katta imkoniyat beradi. Albatta intellekt, sun'iy intellekt, elektr energiyasi ishlamaydi. Yana bir muhim masalaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bugun respublikamizning barcha tumanlarida, eng olis qishloqlarda ham internetga bo'lgan ehtiyoj oshib boryapti. Sun'iy intellekt hayotimizning barcha qatlamlariga, odamlarning shaxsiy hayotidan tortib korxona va tashkilotlarning ishlar jarayoniga bevosita katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ana shu sababli ham mamlakatimiz rahbarining mana shu tashriflari jarayonida ta'kidlandiki, bugun mamlakatimizning eng olis hududlariga ham tezkorlik bilan internet tezligini oshirish bo'yicha Sputnik internet operatorlari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu mana shu operatorlarga 5 yil davomida davlat soliqlari bo'yicha imtiyozlar berilishi belgilandi. Bu ham taraqqiyotni yanada rivojlantirishga, mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada yuksaltirishga katta hissa bo'lib qo'shiladi. Xalq so'z gazetasida xuddi ana shu masalaga juda katta e'tibor qaratilib, birinchi betdan mana shunday ko'rib turganingizdek, raqamli taraqqiyot sari dadil qadam sarlavhali maqola e'lon qilingan. Shuningdek, O'zbekiston xalqiga bayram tabrigi, prezidentimizning mana shu bayram tabrigida o'zbek tiliga bo'lgan e'tibor, o'zbek tilining nufuzini oshirish masalasiga juda katta e'tibor qaratilgan. Shuningdek, mana shu sonimizda millatning bebaho boyligi nomli maqola e'lon qilingan. Maqola muallifi Dilshod Karimov millatning bebaho boyligi bo'lgan o'zbek tiliga e'tibor mana shu masalaga bag'ishlangan yig'ilishdan reportaj sifatida material beryapti. Bundan tashqari gazetamizda ma'naviyatimizning mustahkam poydevori, til bilganga keng dunyo kabi maqolalar e'lon qilingan. Ana shu maqolalardan biri mana ta'lim yo'nalishidagi til bilganga keng dunyo nomli maqolaga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Bugungi kunda mamlakatimiz rahbarining bevosita e'tibori tufayli yoshlarning ta'lim olishiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan Birinchi Respublika poytaxtimizdagi Birinchi Respublika Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida Germaniya bilan hamkorlikda Germaniya tibbiyot akademiyasining ochilishiga bag'ishlangan marosim o'tkazildi va o'sha yerda ta'kidlandiki, endi Germaniya davlatiga yuboriladigan tibbiyot hamshiralari shu yerning o'zida nemis tilini chuqur o'rganadi. Bundan tashqari gazetamizning 4-sahifasida strategik rejalashtirish nomli maqola e'lon qilingan. Bu Nurali Saidov qalamiga mansub mamlakat aholisi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiridan boshlanadi deyiladi strategik rejalashtirishni. Mana shu maqolada ko'rsatilganidek 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar 43 kun davomida mamlakatimizda 3 ta bosqichda mamlakat aholisi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari boshlanadi. Mana shu tadbirlar avvalo aholi o'rtasida internet orqali so'rovlar o'tkazish, ma'lumotlar kiritish, undan tashqari aholini o'zi va oila to'g'risidagi savolnomalarga mustaqil ravishda javob berishi, bundan tashqari mahalla yetkiligi ishtirokida bevosita xonadonlarga kirib, o'sha ahvolni o'rganish tarzida ma'lumotlar yig'iladi. Bu aslida aholini ro'yxatga olish, yer hisob-kitoblari masalasi bundan 235 yil ilgari Amerika Qo'shma Shtatlarida 1790-yilda amalga oshirilgan. Sezayotganingizdek, demak, mamlakat taraqqiyoti yuksak darajaga ko'tarilishi uchun albatta mamlakat aholisi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'z vaqtida samarali
haqqoniy tarzda o'tkazish juda muhimdir. Ana shu masalada o'quvchilarga taklif qilardimki, strategik rejalashtirish mamlakat aholisi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiridan boshlanadi degan maqolani o'qib chiqishlarini. Albatta, gazetamizning keyingi paytlarda maketlashtirish yo'nalishidagi ishlari ham takomillashib boryapti. Bu masalaga mutasaddilarimiz, mutaxassislarimiz jiddiy e'tibor qaratmoqda. O'ylaymizki, gazetamizning 22-oktyabr soni ham o'quvchilar uchun juda katta ma'naviy ozuqa beradi deb o'ylaymiz. Shu bilan sharhimiz yakuniga yetyapti. Kelgusi sharhlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.